bolam, qarichilik. To'rimizni bosaman deb gazni bosib yuboribman. Ayib menda. Rasvo qildim hamma yo'lni. Mana qog'oz. Xo'p. Voqea joyida jabrlanuvchiga qanaqa tan jarohati yetkazgansiz? Boshidan oxirigacha qoldirmasdan qog'ozga tushirib bering. O'zi nima bo'lgandi? Mumkin murtad tergovchi? O'g'lim arizani qaytarib olmoqchi edi. Rasvo qildim hamma yo'lni. Bolam, meni kimgadir o'xshatib yubordingmi? O'zingizga hech narsa qilmadimi, doda? Yo'q, hech narsa qilmadi. Hozir o'g'limni chaqirdim. Hammasini qilamiz. Yo'q, shart emas. Hech narsa qilmabdi. Menikiga ham hech narsa qilmagan. O'zim to'g'rilab olaman. Yo'q, hammasini qilamiz. O'rta tergovchi, o'g'lim daxli ustida xato qo'yibdi. Qizi yozib yuboribdi. O'sha kastapraffa menga nomerini tashlab yubor, o'rtoq. Qaraymizmi? To'xtab turgan mashina kelib. Ha, jo'natib. Men hozir odamga qilib berishim kerak, o'zim mashinamizdan qilishimiz kerak. Qara haydamizmi? Topgan pulni va mashinaga ketaveradimi? Nima qildingiz? Bu yoqdan o'tsangiz bo'ladi-yu. Qaraymizmi? To'rni bosib turgan mashina kelib urmasdan. Bolam, qarichilik bilmayman. Mana qarang, meni mashinangiz o'zi yengiydi. Qarang. Bu inamarki, nech pul turishini bilasizmi buni? O'zi yaqinda olib berdi mashina. O'zingiz bosib oling. O'zim bosib olganman, siz aralashmang. O'zim hal qilaman davomini. Kimsiz o'zi bu yerda? Ya qanaqa qilib haydayapsiz mashinani? Nimaga ko'rmaysiz? Bir-biringizga da'voinglar, e'tirozinglar yo'qmi? Yo'q. Bo'lmasa yaxshi. Bo'ldimi, ketaversam bo'ladimi? To'xtang. Siz ming haq bo'lgan taqdiringizda ham kuch ishlatishga haqqingiz yo'q edi. Keyingi safar o'zingizni qo'lga oling. Xo'pmi? Xo'p. Bo'ldi, ketsangiz bo'ladi. Nimaga shunaqa bo'lar ekan-a? Shu mol dunyoni deb jigar-jigari bilan talashsa, do'st sotsa, bir bo'le temirni farzand otasidan afzal ko'rsa. Nahotki pul bizani shunchalik o'zgartirib tashadi. Bizani qulga aylantirib qo'ydimi? Qaniydi, sani o'rningda bo'lganimda. Qaniydi.